Bugun sizlar bilan nafaqat 2025-yilda, balkim kelayotgan 10 yillikda eng kam sarmoya bilan boshlash mumkin bo'lgan biznes model haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, to'liq ismim Dolim Shahbozbek. 5 yildan beri Merak Marketing deb nomlangan agentlikka rahbarlik qilib kelaman. Agentligimiz asosan quruvchi kompaniyalarga digital marketing xizmatlari taklif qiladi. Men o'qitishni boshlagan paytimda menga bir savol bilan murojaat qilishgan. Ya'ni sotuv haqida gaplashayotgan paytimizda menga aytishganki, sizni shaxsiy brendingiz bor. O'shanga O'zbekiston bozorida sotuv qilishingiz ancha oson. Bu sohaga endi kirib kelayotganlar sizdagi sota olmaydi degan gap bo'lgan. O'sha paytda haqiqatan shunaqami ekan deb o'zimga o'zim challenge qo'yganman. Bu challenge nima bo'ldi desangiz, umuman meni hech kim tanimaydigan bozorga kirib, noldan birinchi $1000 topish va kichkina agentlikni boshlashni o'zimga challenge qilib qo'yganman. Va bu holat o'tgan yil yozda boshlangan va men birinchi mijozimni 3 kunda topdim. Bugungi videoda qanaqa qilib, boya aytganimdek, eng kam sarmoya, bu eng kam degani bu $100 ga yaqin sarmoya bilan butun boshli agentlik boshlashni sizlarga qadama-qadam o'rgataman. Bilasizlar, men videolarimda mana bunaqa ko'pik, suvlarni qilishni yomon ko'raman yoki aylantirib o'tirishni yomon ko'raman. Borini boricha sizlarga gapirib beraman. Sizga nima kerak bo'ladi? Birinchi shundan boshlaydigan bo'lsak. Va bu model o'zi nima? Bu model o'zingizlar bilganingizdek, marketing agentligi yoki agentlik modeli. Agentlik modeli bu eng o'lmaydigan bizneslardan hisoblanadi. 100 yil oldinga qaraydigan bo'lsangiz ham reklama agentliklariga talab bo'lgan va bundan keyin ham, keyingi 100 yillikda ham reklama agentliklariga doim talab bo'ladi. Hattoki AI o'sishi ham bunga xalaqit bermaydi. Bu faqatgina uni rivojlantiradi xolos. Nimaga bu modelga men juda ham qattiq ishonaman? Ishonsanglar, mana chamasi 1 yil avval bizdan juda katta qurilish kompaniyasi chiqib ketgan. Sababi nima degan paytimizda boshqa agentlikka o'tib ketishmagan, oddiygina in-house, ya'ni o'zini kompaniyasining ichida jamoa quramiz deyishgan. Va o'z-o'zidan nima bo'ldi? O'zligini jamoasining ichida o'sha kichkina jamoa tuzishdi. O'sha grafik dizayner, marketolog, SMM mutaxassis hammani yollashdida va mana yaqinda eshitdik, o'sha jamoa tarqab ketgan, chunki yana ular qaytib agentlikka qaytib olishdi. Nimaga bunaqa deydigan bo'lsangiz, aksariyat kompaniyalarga o'zini marketingini yuritish uchun in-house jamoa ushlab turish juda ham qimmat. Yana bitta misolni keltiraman. Yangi qurilish kompaniyasi ham xuddi shu zaylda boshladi. Biz agentlik bilan ishlamaymiz. Bizda hamma in-house'da o'tirish kerak deb 20 million oylik to'lab grafik dizayner olishdi, motion dizayner olishdi, targetolog olishdi, SMM mutaxassisi olishdi va hokazolar olib butun boshli kompaniyaga jamoa tuzishdi. Va oylik xarajatlar faqatgina jamoani ushlab turish uchun 200-250 million atrofida edi. Tasavvurga ega bo'lishingiz uchun. Va bu model ular uchun 5 oymi ishladi xolos, kompaniya ochilganidan buyon. Va 5 oydan keyin bosh marketologiga, bizning yaqin tanishimiz, bosh marketologiga bor chiqib agentlik top dedi. Chunki 200-250 million emas, agentlikka o'shani 5 dan birini berishi o'zi yetadi. Mana nima uchun agentlik modeli hozirda ham va kelajakdagi 10 yilda ham eng effektiv modellardan hisoblanadi. Mayli, bilib oldik nima uchun agentlik muhimligini va bu biznes model eng kam sarmoya bilan boshlash mumkinligini bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Boya aytganimdek, sizlarga nima kerak bo'ladi? Birinchisi, kompyuter. Agar endi boshlayotgan bo'lsanglar, shaxsiy kompyuter hamda laptop bo'lsa undan ham yaxshi. Ikkinchisi internet, albatta. Uchinchisi achchiq kofe yoki choy, tabga qarab deydi-ku. To'rtinchisi sabr va beshinchisi ingliz tili va oxirgisi sizga $100 atrofida pul kerak bo'ladi. $100 nimagaligini keyinroq tushuntirib beraman. Nima uchun agentlik modeli yaxshi modellardan hisoblanadi? Birinchi shundan boshlaydigan bo'lsak. Chunki buni yomon tomonlari ham bor albatta. Chunki eng kam sarmoya tanlagandan keyin o'z-o'zidan o'ziga yarasha yomon tomonlari ham, negativ tomonlari ham keladi. Birinchi keling, yaxshi tomondan boshlaydigan bo'lsak. Agentlik boshlayotgan paytingizda eng zo'ri sizga qanaqadir mahsulot, jismoniy qanaqadir mahsulot kerak bo'lmaydi. Siz masalan ishlab chiqarish qilmoqchi bo'lsangiz, masalan keks ishlab chiqarmoqchi bo'lsangiz, siz aytaylik Xitoydan 50-100 ming dollarga apparatura olib kelishingiz kerak, dizaynni qilishingiz kerak, brendini qilish kerak va hokazo qilishingiz kerak. Agentlik modelida nima deydigan bo'lsa, agentlik modelida siz boshqacha qilib aytganda yoki qo'pol qilib aytganda havo sotasiz, ya'ni
xizmat ko'rsatasiz. Xizmat ko'rsatish evaziga siz taqdirlanasiz yoki o'sha rag'batlantirilasiz. Ya'ni siz mijozning bitta og'rig'iga xizmatingiz bilan yechim berasiz va uni evaziga siz aytaylik pul olasiz. Birinchidan u joy tanlamaydi. Boshda boshlayotgan paytingizda sizga ofis ham kerak emas, hech qanaqa kerak. O'sha zalingiz bo'lsa, zalingizdan, aytaylik o'zingizni kichkina xoningiz bo'lsa, kichkina xonangizdan, boyaga sanab o'tgan 6 ta narsangiz bo'lsa, yetadi. Shu bilan siz ish boshlasangiz bo'ladi. Keyingisi juda ham katta marja bo'ladi, agargina siz yaxshi tizimda ishlaydigan bo'lsangiz. Tizim bo'lmaydigan bo'lsa, marjada ozgina muammolar kelib chiqadi. Lekin boshida siz marja qo'yishdan ko'ra, boshqa narsa qo'yishdan ko'ra, eng birinchi tajribaga ishlashingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi, men aniq o'ylashimcha, agar birinchi marta tadbirkorlik qilayotgan bo'lsangiz, agentlik modeli eng ideal modellardan hisoblanadi. To'g'ri, bu sizni aytaylik milliarder qilib yubormasligi mumkin, lekin biznesga nisbatan qarashingizni, biznes acumen deb qo'yishadi ingliz tilida, ya'ni biznesni his qila olish tomoningizni ancha o'stiradi. Chunki agentlikda zo'r tomoni siz xodimlar bilan ishlaysiz, mijozlar bilan ishlaysiz va o'sha paytda mijoz bilan qanaqa ishlash mumkin, bitta xizmatni noldan qanaqa tizimlashtirib, aytaylik o'shani tagida xodimlarni ishlash mumkinligini o'rganasiz va birinchi boshlayotgan, ya'ni tadbirkorlikka qadam qo'ymoqchi bo'lgan insonlarga ajoyib biznes model deb hisoblayman. Endi boshlang'ich xarajatingiz $100 dan ham kam bo'ladi. Buni hozir agentlikni ozgina bo'ladi-ku, o'ziga yarasha pasti balandini, ya'ni pastki qismini tushuntirganimdan so'ng birma-bir aytib beraman. Yomon tomoniga keladigan bo'lsak, o'z-o'zidan $100 bilan aytaylik boshlash mumkin bo'lgan bu biznes modelda o'z-o'zidan raqobat ham juda ham katta bo'ladi. Masalan, aytaylik xususiy maktab ochmoqchi bo'lsangiz, hozir O'zbekiston sharoitida sizga eng kamida $500,000 pul kerak. Eng kamida. To'g'rimi? O'sha katta binoni olasiz, uni remont qilasiz, stadion qurasiz, o'quvchiga sales, marketing shunga pul sarflaysiz. Agentlikda bo'ladigan bo'lsa, bunaqa narsalar bo'lmaydi. O'z-o'zidan, masalan, xususiy maktabga kiruvchilar aytaylik patogiga qaraganda agentlikka kiradigan odamlarning patogi juda katta bo'ladi, chunki eng kam sarmoya talab qiladigan biznes modelidan hisoblanadi. Ikkinchi menga eng qiyinchilik tug'dirgan tomonlaridan bu xodimlarning soni bilan, masalan, mijozlarning soni o'sadigan bo'lsa, o'z-o'zidan xodimlarning soni ham o'sadi. Aytaylik, maktabga oladigan bo'lsak, bitta xonada bitta o'qituvchi 25-30 ta o'quvchini o'qitishi mumkin. Agentlikda unaqa emas. Bitta xodim 25 ta, 30 ta mijozni boshqara olmaydi. Odatda bitta xodim 5 tagacha mijozni boshqarishi mumkin. Lekin o'shanda ham 5 ta mijozni, aytaylik, masalan, SMM'ni oladigan bo'lsangiz, o'z-o'zidan faqatgina bitta odam emas, u yoqqa grafik dizayner kerak bo'ladi, motion dizayner kerak bo'ladi, operator kerak bo'ladi va hokazolar kerak bo'ladi. O'z-o'zidan mijoz o'sgani sari, ya'ni mijoz talablari o'sgani sari bu yerda sizda xodimlar ham o'sib boraveradi. Shu tomonni ham inobatga olishingiz kerak. Exit qilish juda qiyin agentlik biznesida. Masalan, siz IT startup qiladigan bo'lsangiz, masalan, SaaS kompaniya birorta programma ishlab chiqadigan bo'lsangiz, odatda uni valyuatsiyasi, ya'ni uni baholanishi eng kamida 10 barobar baholanadi. Masalan, aytaylik, sizni programmangiz, masalan, yillik oboroti masalan $1 million bo'ladigan bo'lsa, startaplarda o'sha kamida 10x baholanadi. Ya'ni bu degani $10 million ga baholanadi. Agentlik biznesida shu juda ham past. Bu 3 barobar yoki 4 barobar bo'ladi. Bu xalqaro standart. Ya'ni masalan 1 million topayotgan bo'lsangiz, agentstvengizni 3 millionga yoki 4 millionga sotishingiz mumkin. Lekin exit qilish juda ham qiyin, ayniqsa O'zbekiston bozorida. Lekin chet elda agentlik biznesdan exit qilish ancha oson bo'lib ketyapti. Chunki mana bu investorlar уже agentlik modelini ancha tushunishgan. O'zbekistonda bu ancha yangi bozor. Lekin hozir boshlaydigan bo'lsangiz, kamida keyingi 5 yilda mana juda ham ko'p eshitaman, aloqa ventures degan har xil venture capital kompaniyalar mana shunaqa startaplarga, mana shunaqa servis bizneslarga, hattoki yaqinda bir do'stimizni IT kompaniyasini ular ham xizmat ko'rsatadi, ya'ni programmalar agentligi bor. O'sha agentligini 10%ni menimcha $100 ming dan ko'pga sotib olishdi. Ya'ni bu anaqa investorlar tomonidan qiziqish sekin kirib kelyapti, lekin bunga ozgina sabr kerak bo'ladi. Keling sizga videoni boshida tushuntirganimdek, qanaqa qilib agentlikni
noldan boshlash mumkinligini qadamma-qadam tushuntirib beraman. Bitta misol sifatida. U misolni, ya'ni bu agentlik modelini men o'zim taxminan 2 yil oldin o'ylaganman. Endi meni aytaylik, men bittaman. Agar menda qadam bir 10 ta bo'lganda, balkim 10 ta agentlik boshlagan bo'lardim, lekin hozircha bitta agentlik menga yetadi. Keling sizga endi boya tushuntirganimdek, qanaqa qilib noldan agentlik boshlashni o'rgatib qo'yaman. Hattoki bilimingiz nol bo'lsa ham yoki qaysi sohada, qaysi industriyada agentlik boshlashni bilmay turgan bo'lsangiz ham. Bu agentlikni men o'zim chamasi 2 yil oldin boshlamoqchi bo'lganman, lekin Meraki bilan juda band bo'lganim uchun buni boshlamaganman. Haligacha buni boshlagan odamlarni ko'rmaganman. O'zbekistonda bemalol boshlashingiz mumkin, ketma-ketlikda. Bu bitta albatta uslubi, lekin bu aytaylik ketma-ketlikni xohlagan agentlik turiga bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Birinchisi, agar hunaringiz bo'lmaydigan bo'lsa, hunardan boshlaymiz. Hunar o'rganamiz. Men boshlamoqchi bo'lgan agentlik bu web dizayn studiyasi ochmoqchi bo'lganman. Ya'ni bo'lajak mana bu texnologiya kompaniyalariga web dizayn xizmatlarini taklif qiladigan. Qanaqa boshlagan bo'lardim? Birinchi men web dizaynni o'rganishdan. Tekin kursi tiqilib yotibdi. Pullik kursga umuman aytaylik sarmoya kiritmagan bo'lardim. Ayniqsa pullik kursga, chunki bizning maqsad $100 ichida turish, $100 o'tib ketmaslik. O'shaning uchun Webflow degan kompaniya bor. Bu xuddi WordPressga o'xshagan yoki aytaylik Wix, Tildega o'xshagan sayt, lekin Webflow chet elda ancha aytaylik ommabop bo'lib ketgan. Nimaga aynan Webflow deydigan bo'lsangiz, men boshlamoqchi bo'lgan agentство chet ellik mijozlarni xizmat ko'rsatishga asoslangan agentство. Chunki nimaga 2 yil oldin bu narsani boshlamoqchi bo'lganman? O'sha payt eshitdim, IT Parkda rezident bo'ladigan bo'lsangiz, siz daromadingizni agar chet elga xizmat ko'rsatib O'zbekistonga sarmoya olib keladigan bo'lsangiz, ya'ni O'zbekistonga pul kiritadigan bo'lsangiz, o'zingizdan daromadingizni 1% to'laysiz, xolos, nalog sifatida. Bu ajoyib men uchun imkoniyat edi. O'shaning uchun chet elliklarga xizmat ko'rsataman deb turib, aynan mana shu Webflowni tanlaganman. Endi Webflow qanaqa o'rganish mumkin? Webflow University deb Google ga yozadigan bo'lsangiz, bundan oldingi aytgan paytimda sizga ingliz tili kerak bo'ladi degan edim. Webflow universitetida sizni noldan progacha olib chiqib qo'yadigan butun boshli professional video productionda yozilgan butun boshli tekin kurs bor. Mana shu kursni o'qib chiqadigan bo'lsangiz, u sizni qanaqa qilib dizayn qilishdan boshlab toki mijozlarga xizmat ko'rsatishgacha bo'lgan qismigacha o'rgatib qo'yishadi. Noldan 100 gacha. Mana shu kursga men 1 oy vaqtimni ketkazib yoki qancha tez o'rganishingizga bog'liq, o'rtacha 1 oyda siz aytaylik o'rtacha mutaxassis bo'lib chiqib ketasiz. Keyingi etap nima bo'ladi? Yaqinimizga tog'amiz bo'ladimi, amakimiz bo'ladimi, amakimiz tanishi bo'ladimi, birorta biznesi bo'ladigan bo'lsa, mana shu o'rganganlarimiz bilimimiz asosida bitta veb-sayt qilib berardim. Agar buni imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa, yaqinlaringiz orasida aytaylik veb-saytga aytaylik talab bo'lmaydigan bo'lsa, o'z-o'zidan o'zim tasavvur qilardim bir ikkita bizneslarni yoki Luboy masalan Murad Buildings uchun o'zimcha veb-sayt yasayirdim. Korzinka uchun o'zimcha bitta veb-sayt yasayirdim o'sha o'rganganlarim asosida va bundan 4 ta 5 ta qilib veb-sayt yasab qo'yardim. Bunga taxminan agar tezroq ish qiladigan bo'lsangiz, taxminan sizga yana 1 oy vaqt ketadi. O'rtacha 1-1,5 oy ichida siz kursni o'qib chiqib, o'zingizga 4 ta 5 ta portfolio qilib olasiz. Undan keyingi qiladigan ishimiz bizi Upwork degan platforma bor. Upwork haqida eshitgan bo'lsanglar kerak. Bu qanaqa platforma? Klientlar kirib turib, bu issiq klientlar deyshadi. Issiq klientlar kirib, menga veb-sayt kerak degan e'lon qoldirishadi yoki Webflow dizayner qidiryapman degan e'lonlar qoldirishadi. E'lonlar qoldirgan payti siz o'sha ishlarga topshirsangiz bo'ladi. Upworkdan freelancer sifatida ro'yxatdan o'tasiz. Ana endi boyagi $100 joyiga keldik. Ana $100 qo'lingizda bo'ladigan bo'lsa, endi Upworkda siz ishga topshirishingiz uchun sizga tangalar, boshqacha qilib aytganda connectlar kerak bo'ladi. Mana shu $100 bilan siz aytaylik 300 tami 400 ta connect sotib olsangiz bo'ladi. Mana shu connectlarni sotib olganingizdan keyin taxminan sizga mana shu 400 ta connect bilan o'rtacha ishga topshirish masalan aytaylik 20 yoki ba'zilarda 10 bo'ladigan bo'lsa, 30-35 ishga topshirish imkoniyati bo'ladi. Va har kuni siz Webflow bo'yicha chiqqan ishlarga
3tadan 5tagacha topshirishni boshlaysiz. Sizga boyaga aytganim 3-4ta portfolio qilib qo'ying deganim aynan mana shu joyda yordam beradi. Chunki esingizdan chiqmasin, Upworkda agar hech qanaqa portfolioyingiz bo'lmaydigan bo'lsa, ishga olish ehtimoli juda ham kamayadi. Endi nima qilishingiz mumkin? Xo'p, menga hech qanaqa odzivlar qoldirishmagan, meni hech qanaqa daromad ishlab topmaganman, Upworkda meni hech kim ishga qabul qilmaydi-ku degan holati bo'ladi. O'shaning uchun Upworkda boshida siz pul topishga emas, pozitiv odziv olishga harakat qilishingiz kerak. Upworkda juda ham ko'p narsa odzivga asoslangan bo'ladi. O'z-o'zidan birinchi ishingizni siz aytishingiz mumkin, men senga aytaylik просто dizaynini yoki wireframe'ini chizib beraman. Agar yoqsa, keyin men senga полноценный veb-saytingni qilib beraman. Esingizdan chiqmasa, Upworkda e'lon qilayotgan aksariyat mijozlar mana shunaqa aytaylik hustlerlar deb qo'yamiz. Mana shunaqa aytaylik frilanserlarni juda ham yaxshi ko'rishadi. Men senga bitta narsa qilib beraman. Sen hozir pul to'lashing shart emas, meni aytaylik ishga ham olishing shart emas. Bitta uchrashaylik, men seni o'rganay, men senga bitta kichkina dizaynchi bitta qismini qilib beraman, Agar yoqsa, keyin qolgan qismini senga davom ettirib beraman deydigan bo'lsangiz, sizni sevishadi. Juda ko'pchilik Upworkga endi kirgan paytda birinchi foyda qilish haqida o'ylaydi. Eng katta qilinadigan xatolardan shu. Agar siz Upworkda qanaqa profil ochish, boshqa narsalarni bilmoqchisiz, YouTube'da videolar tiqilib yotibdi. O'shalarni ko'rasiz, aytaylik 1 soat ichida chiroyli bitta portfolio qilib qo'yishingiz mumkin yoki chiroyli bitta profil ochib qo'yishingiz mumkin. Mana shu $100 bilan birinchi ishingizni aniq topasiz. Agar topa olmasangiz, demak muammo qayerdadir bor. Bu aytaylik Upworkda emas, bu muammo sizda. Demak, o'sha aytaylik ishga topshirishni bilmadingiz. Boyaga aytganimdek, ishga topshirayotgan paytingizda asosiy qiladigan ishingiz sizni pozitiv reviewga ishlash. Ya'ni men senga chiroyli bitta qismini qilib beraman, qolganini yoqsa davom ettirib beraman deysiz. Tezda qilib berasiz. Bitta mijoz topganingizdan keyin bo'ldi, to'xtaysiz ishga topshirishni. O'sha mijozni xursand qilasiz, pozitiv review olasiz. Birinchi review agar sizni 5 ta yulduzchalik bo'ladigan bo'lsa, chiroyli yozib qoldiradigan bo'lsa, bo'ldi. U yog'iga sekin snowball effekt deb ketamiz, sekin zanjirga o'xshab ulanib ketaveradi va qaysidir qismiga borganda o'sha 3 ta, 4 ta, 5 ta klientni sekin anaqa narsalarini, zakazlarni olish boshlaganingizdan keyin o'sha ulgurmaslikni boshlaysiz. O'sha u yog'iga sekin aytaylik yordamchilar yoki qaysidir qismini qilib beradigan sekin frilanserlar topib, agentlik modeliga o'tib ketasiz. Ya'ni sekin frilanser bo'lasizda, agentlik bo'lib ketasiz. Kichkina e'lon, men taxminan 5 yil avval agentlik boshlagan paytimda menda eng katta bo'lgan muammo nima bo'lgan? Juda ko'p savollarim bo'lardi, juda ko'p xatolar qilardim va xatolarimga javob qidirib yurardim. U payt ChatGPT ga o'xshagan narsalar bo'lmagan. Hattoki ChatGPT bo'lsa ham hozir kirib so'rasam, u ko'proq ma'lumotni g'arb davlatlaridan, o'sha bor ma'lumotdan kelib chiqib aytadi. O'sha paytlarda bizda bloglar juda ham mashhur edi. Men aytaylik birorta, masalan, narxlashni bilmaydigan bo'lsam yoki qanaqadir bir narsani bilmaydigan bo'lsam, blog maqolalar o'qirdimda, lekin u g'arb davlatlariga to'g'ri kelardi. Sotuv bo'yicha o'qisam, email jo'natgan, elektron xabar jo'natgan degan qanaqadir maslahatlar berardi, lekin O'zbekiston bozoriga umuman to'g'ri kelmas edi. O'zbekistonda xizmat faoliyat yuritayotgan agentlik egalari o'sha paytda ularga aloqaga chiqsam, maslahat berishardi, lekin maslahatlar juda yuzaki bo'lardi. Va doim xohlardim qanaqadir bitta kichkina hamjamiyat bo'lsa yoki aytaylik shu bir inson bo'lsa, men undan doim maslahat so'rab tursam, u menga agentligimni aytaylik o'zim qilayotgan xatolarni qaytarmaslikka yordam bersin. Lekin men oradan 5 yil o'tdiki, bunaqa kichkina bir hamjamiyat yo'q. O'shaning uchun biz jamoamiz bilan kelishgan holatda kichkina hamjamiyat tuzishga qaror qildik. My Agency deb nomlangan. Bu hamjamiyat kimlar uchun? Bu hamjamiyat frilanserlar kelajakda o'zini agentligini ochmoqchi bo'lgan, o'zini karyerasini hozir marketingda yuritayotgan va kelajakda qanaqadir o'zini aytaylik qo'shimcha biznesini ochib qo'ymoqchi bo'lgan, ya'ni shu sohada masalan konsalting xizmatini taklif qilmoqchi bo'lgan yoki kichkina marketing agentligi egalari, xuddi men 5 yil oldin menda qanaqa savollar bo'lgan bo'lsa, ularda ham xuddi shunaqa savollar bo'layotgan bo'lishi mumkin. O'shalar uchun hamjamiyat tashkil qildik. Hamjamiyatda o'ziga yarasha bir fishkalari bor. Bu yerda boya aytganimdek, bu faqatgina men haqimda emas, bu hamjamiyatda kuchli tomoni shuki, sizda qanaqa savol paydo bo'ladigan bo'lsa, mana shu hamjamiyatda o'tiradigan insonlardan kimdir u jarayondan o'tgan yoki bir nechta inson u jarayondan o'tgan. Siz savolingizni qoldirasiz, tezlikda javob olasiz. Men ham o'z-o'zidan o'sha orqadagi 5 yil davomida qilgan xatolarim, keyslar va o'sha aytaylik katta marketing agentligi egalari, meni do'stlarim hozir
Bu juda ham qiziq, albatta. Mana shu do'stlarim, ular bilan filtrsiz, ya'ni hech qanaqa filtri yo'q podkastlar va qiziq uchrashuvlar o'tkazamiz. Mana shunaqa kichkina hamjamiyat tashkil qilib, O'zbekistonda marketing agentlik bozorini o'stirish niyat qilganmiz. Agar sizga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastga link qo'yib qo'yamiz. Mana shu link orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Qanaqadir savolingiz bo'ladigan bo'lsa, adminga murojaat qiling, hamma savolingizga javob beradi. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa hamjamiyatda ko'rishamiz. O'z-o'zidan e'tibor beradigan bo'lsangiz, bizda $100 bilan birinchi o'zimiz ishimizni topdik. Ishoning, $100 sarflaysiz, birinchi ishingizdayoq bu pulingizni o'zini o'zi qoplab yuboradi. Уже ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi ishlaringiz уже sizga foydaga ishlashni boshlaydi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ofis ham qilmadingiz, o'zingizni veb-saytingizni ham yaratganingiz yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda kontent ham qiling demadim men sizga 100 ta 200 ta. Oddiygina $100 evaziga Upwork orqali o'zingizni birinchi ishingizni topib, keyin 2-3 ta ishdan keyin o'zingizni agentligingizni ochish mumkinligini ko'rsatib berdim. Bu narsani men o'zim boshqa industriyada qildim, aynan bu sohada emas, boshqa industriyada qildim. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol siz Google ga kirib, Shahboz Bedoliyev masalan Upwork deb yozadigan bo'lsangiz, o'sha yerga kirib ko'rib olishingiz mumkin. Men Upworkda top rated enli summa ishlab topgan freelancerman va 2-3 ta men project managerlarim bor, chetda mana shu kelayotgan klientlarga yordam berib turishadi va bu meni o'zimni marketing agentligim bo'la turib chetda qila olgan ishim. Agar bunga 100% to'laqonli fokus qilganimda, o'sha yaxshigina agentlik qilish imkoniyati bo'lardi. Mana shu o'zim qilgan ishni, ya'ni o'zim bosib o'tgan yo'lni sizga ketma-ket deb o'rgatib qo'ydim. Xulosa qilamiz. Boya aytganimdek, oldinlar mendan so'rasa YouTube kanal boshlaylar derdim, digital marketing bo'lmoqchi bo'lsanglar. Lekin hozir agar biznesni o'rganmoqchi bo'lsangiz, birinchi qadam tashlamoqchi bo'lsangiz, ishlab chiqarish, mana bunaqa narsa qilishdan ko'ra, albatta biznesni o'zi sensini tushunib olmoqchi bo'lsangiz, agentlik modeli eng qiziq modellardan hisoblanadi va boya aytganimdek, aksariyat bizneslarga, bo'lib ham O'zbekiston hozir iqtisodiyoti buni o'sayotgan paytda hammaga qanaqadir turdagi, aytaylik, IT bo'ladimi, dizayn bo'ladimi, production bo'ladimi, marketing bo'ladimi, qaysi sferadagi agentlik doim kerak bo'ladi, chunki in-house olib o'tirish jamoasi juda ham qimmat va buni tadbirkorlar aksariyati xohlamaydi. O'shaning uchun ham hozir O'zbekistonda ko'rayotgan bo'lsangiz, katta kompaniyalarda ham ikkita marketologi bor, lekin qolgan hamma ishni ingliz tilida aytganda outsource qilishadi, ya'ni bizdagi marketing agentliklarga. Ya'ni bu modelni hali beri o'lish niyati yo'q. Shunaqa boya aytganimdek, hamjamiyat qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta hamjamiyatga qo'shiling. Video foydali bo'lgan bo'lsa, keyingi videolarda ko'rishamiz.